Assalamu alaykum bütün dünyadaki barlıq Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar, vətəndaşlar və ulusdaşlar. Həmimizdən xəbəri bolğandək yaxında ikinci vətənimiz bolğan Türkiyə Zinnətgül Tursun və iki narsidib pərzəntimizni Tacik vətəndaşı deyə Tacikistanның qolu arqalıq Xitayga qaytarıb berdi. Yana başqa işençilik məlumatlarga asaslanğanda məzkur qaytarış hərəkəti aylarca davamlaşıyotqan olub, Türkiyədə yaşayotqan nurg'unlagan Şərq Türkistanlıq Uyghur qarindaşlarımızın beşiği kelmektiken. Biz bu faciali qaytarış hareketini to'xtatish uchun Norvegiya Uyghur Yoshlar uyushmasi nomidan #YapmaTürkiye degan kampaniyani o'rinlashtirdik. Bu faoliyatni o'rinlashtirishimizda ikki sabab bor. Birinchi sabab bo'lsa, Turkiyada yashayotgan butun Türk xalqiga Sharqiy Turkistonda bo'layotgan facialik voqealarni va zulmlarni bir anlatish va ularga texmo chunqur holda tushuntirish. Ikkinchi, Türk xalqini safarbar qilish orqali yuqorida deyilgan bu xatolikni sodir qilgan ma'lum bir shaxs va yoki ma'lum bir organ va yoki ma'lum bir siyosiy partiyaninki xatoligini xalqninki besimi orqali ularga besim qilish va imkonning yor berishi qadar bularni qonuniy javobgarlikka tortish. Ama qarindaşlar, bu yerda tushuntirib qo'ydig'im, biz hargizmi ikkinchi vatanimiz bo'lgan suyumlik Turkiyaga qarshi emas. Yillarning yog'i hech kim bizga ega chiqmagan vaqtida bizningki qondishimiz va bizning dindishimiz bo'lgan Türk qarindoshlarimiz, mayli xalq bo'lsin, mayli Turkiya hukumati bo'lsin, bizni izchil qo'llab kelayotgan edi. Xuddi hamma odam xatolik o'tkazdi. Xatolik o'tkazmaydigan odam yo'q bo'lganga o'xshash Turkiya bu qatim bu xatolikni sodir qildi. Albatta biz Turkiyaga bu xatoligini ko'rsatib berish haqqimiz va yo'limiz bor. Shuning uchun biz butun dunyodagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarni bizningki bu #YapmaTürkiye degan kompaniyamizga aktiv ovoz qo'shishini tovanchilik bilan so'raymiz va chaqiriq qilamiz. Qarindoshlar, biz tirishsak inshaalloh Alloh taolo bizga natijasini hamini beradi. Bunun en oddiy misali necha kunning oldida Arabninki aerodromida qapsilib qolgan Abdikim Yusuf ismli qarindishimizni butun dunyodagi Sharq Turkistonning qarindoshlarininki kech-kechalab uxlamay kutish va tirishchanlik ko'rsatish natijasida bu qarindishimiz hozir Amerikaga qarab yo'l olibdi. Mana bu natija qarindoshlar. Biz tirishsaqla inshaalloh natijasiga cho'qim erishamiz. Shuning uchun yana deydiganim, bu kampaniyaga hammamiz aktiv ovoz qo'shaylik, hammamiz aktiv qatnashaylik. Hammanglarga rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.